Hazreti İsa şagirdlari bilan Yerusalimga yaqinlashib, Zaytun tig'ining etigidagi Petpoji yesiga kelganida, Hazreti İsa ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yeziga beringlar. U yerda bog'loqliq bir eshak va uning yendagi bir taxayni ko'rsizlar. Ularni yeshib, oldimga yetlab kelinglar. Birsi sizlarga bir nima desa, Rabbimizning bularga hojati tushdi denglar. U mu darhol talpinlarga qo'shildi. Bu vaqa payg'ambar orqali aytilgan onu so'zlarni amalga oshirdi. Yerusalim xalqiga aytinglar, mana podshoyinglar kelyapti. U kichik piyillik bilan bir eshakka taxayga minib, sizlarning yeninglarga kelyapti. Yilqi ikki shogird berib, Hazreti İsa'nın deganini qildi. Eshak bilan taxayni yetlab kelib, üstlariga chaponlarini soldi va Hazreti İsa'ni ustiga mindirdi. Nurg'un kishilar chaponlarini yo'lga poyandoz qilib soldi. Ba'zilari daraxt shoxlarini kesib, yo'lga yoydi. Oldida mangan va kaynidan agashgan xaloyiq Podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr. Parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin. Her şey Allah'daki Xudoga shukrlar o'qilsin deb baqirishadi. Hazreti İsa Yerusalimga kirganda butun shahar larziga keldi. Kishilar bu kimdi deyishadi. Xaloyiq bu Galiliya o'lkasining Nosira shahridan bo'lgan İsa payg'ambar deb javob berishadi. Hazreti İsa merkezi ibadetxona hovlilariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqardi. Pul teyir şığallarının şirələrini və kəptar satqıçılarının orunduqlarını örüyütüb ulağa. Müqəddəs yazımlarda Xudanın menim öyüm dua tilavatxana deb atalsın degan sözü yazılgan. Lekin sizlər onu bulançlarının uvusıga aylandırıvatsizlar dedi. Hazreti İsa ibadətxana hovlilarida oldiga ilib kelingan qarg'u və to'qirlarni saqaytdi. Lekin oliy ruhaniylar bilan Tavrat ustozlari uning yaratgan mo'jizalarini va ibodatxonada podsho Davudning avlodi uchun Xudoga shukr deb tug'ilgan bolalarni ko'rib g'azablandi. Ular Hazreti İsa'dan bu bolalarning nima davatganligini anglayotamsan deb so'radi. Anglayapman dedi Hazreti İsa. Sizlar muqaddas yozimlardagi kichik bolalar va buvoqlarning tillaridan o'zingga madhiyalar keltirding degan so'zlarni zodi o'qimaganmi? Ondan Hazreti İsa ulardan ayrilib, shahardan chiqib, Baytoniya yesiga berib, kechini shu yerda o'tkazdi. Etsi etiganda Hazreti İsa shaharga qaytib ketayotganda qo'shiq ichib ketgan edi. U yo'l bo'yidagi bir tüp anjul darag'ini ko'rib, uning yeniga bordi. Daraxtda yopilmoqdan boshqa hech narsa topolmay, daraxtga qarab, buningdan keyin mangu meva bermagaysan dedi. Anjur darag'i shu an qurib ketdi. Buni ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, anjul darag'i qandoqcha birdilla qurib ketdi deb so'radi.
Hazreti İsa ularga mundaq javob qaytardi. Bilib qo'yinglarki, agar qilchi gumonlanmay Xudoga ishonsanglar, men anjir darg'i qilganni sizlarmi qila olaysizlar. Hatto bu toqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desanglarmi, deganinglar ijobat bo'ladi. Ishonchinglar bo'lsa, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishsizlar.